Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Sevimli adibimiz O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi asarini targ'ibot qilib bermoqchiman. Rost bilan yolg'onning o'rtasi 4 enlik degan gap bor. Qiziq, nega endi oz emas, ko'p emas 4 enlik? Gap shundaki, ko'z bilan quloqning o'rtasi 4 enlik ekan. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Maqsad shu. Bu kitobdagi ko'p odamlarni o'zim ko'rganman. Ba'zilarning o'zi bilan, ba'zilarning ruhi bilan, ba'zilarni nima gapirgan bo'lsa, shuni qog'ozga tushirdim. Ba'zilarni nima gapirganni emas, nima o'ylaganni yozishga majbur bo'ldim. Asarning asosiy mazmuni 50 million kishini jonini olsa ham yillar davomida qurbon talab qilgan Ikkinchi jahon urushidir. Asar 1986-yilda nashr qilingan va shu yilning o'zida yilning eng yaxshi asari deb topilgan. Asar voqealari Toshkent yaqinidagi qishloq aholisining 40 yillik hayoti haqida so'zlaydi. Urush arafasida boshlangan asar voqealari urush yillarida va urushdan keyingi davrda ham davom etdi. 1966-yil Toshkent zilzilasi bilan yakunlanadi. Romanda hammasi bo'lib 149 personaj ishtirok etgan. Asar qahramonlari Husan Duma, Munavvar Aliyeva, Shomurod, Ra'no, Kimsan, Robiya, Qora amma, Umar Zakunchi kabi obrazlar tilidan aytiladi. Ikki eshik orasi inson umrining, ya'ni inson farzandining tug'ilgandan to vafot etgunga qadar yashab o'tgan yo'lini ko'zda tutadi. Hurmatli kitobxonlar, ushbu asarni sizlar ham o'qishlaringizni tavsiya qilaman.